Odamlar tahdid nimaligini tushunmasa kerak a. Qaysi normal inson sizlar ham mana o'zlaring fikrlaringni bildirib ketinglar kommentariyga. Men shu kommentariyamga hech qachon yopmayman-da. Hammani fikri men uchun muhim. Negativ bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, menga farqisi yo'q-da. Men negativni ham normal qabul qiladigan insonman. Qaysi inson farzandidan voz kechadi? Menga bitta savolimga javob beringlar. Keyin qanaqa qiz o'zini dadasini urdirtiradi, eriga o'ynashiga aytib turib. Men sizga savol beryapman. Mana oddiy savol bu. Dadang tentak bo'lsa, dadang alkash bo'lsa, jinni bo'lsa, boylab boq degan, to'g'rimi? Shahloni o'zini men sizlarga ovozda xabarini qo'yib berdim. Dadam ichib olib turib, mast bo'lib uyga kelardi. 14 yil oldin bizni tashab ketgan. O'shancha o'rdirtirganman dadamni Alloh yerga aytib turib, samasud qildirganmiz uyda deb aytgan shahloni o'zi bo'ladi. Bizni kelinimizni sikmoqchi bo'lgan, turskichan kirib turib, kelinimizni sikmoqchi bo'ldi deb aytib bergan. Men sizlarga qo'yib berganman videoni. Agar bu haqiqatni gapirish tahdid bo'lsa, mayli men qonun oldida javob beraman, qo'rqmayman hech qachon. Tem bo'li Urganchda jinoiy ish ochilgan ekan, meni propiskam turgan joyda jinoiy ish emasdi. Urganchda ochilgan ekan jinoiy ish. Yaqinda o'lmasak, Xudo xohlasa O'zbekistonga boramiz. O'sha Farog'at aka bilan ham xo'shroyat so'zlashamiz, boramiz, yoniga gaplashib olaveramiz. Bu tahdid bo'lsa, agar tahdid deb yozib ketinglar. Dadasi bilan farzandni ko'rsat deb aytish tahdid ekan. Farzandni ko'rsa dadasi bilan Zayolan qaytarib bo'ldi, taqdiring emas ekan seni, Feruza bilan baxtli bo'ldi, sen bilan yashamaydi deganim tahdid ekan. Shu tahdidni yozinglar, tahdid deb.